Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'omsiz? Mana siz kutgan daqiqalar ham yetib keldi. 21-mart kuni kech soat 20:00 da spikerlarimizda bellashuvi bo'lib o'tadi. Ulug' kun, Sayyidul ayyom, juma kuni, yana 21-mart Navro'z ayyom kunlari, mana shunaqa chiroyli, go'zal kunlarda spikerlarimizda bellashuvini ikkinchi mavsumini boshlaymiz. Birinchi jonli efir bo'lib o'tadi. Bu yerda siz vodiylik er-xotinlarimiz qanday qilib bizning kompaniyamizga kelib qolishgan, qaysi darajada hozir qanaqa ahvolda ishlashyapti, qanaqa qiyinchiliklar o'tkazishgan u hozirda qanaqa natijalarga erishganlari haqida o'zlari qisqa sizlarga so'zlab berishadilar. Biz videolarimizda ilova qilamiz, qanaqa sharoitda yashayotganlari haqida sizlarga qisqagina ma'lumot berganlar. Xudo xohlasa ertaga mana shu videoni davomi bo'lib o'tadi. Aynan siz o'zlari bilan jonli efirda ular bilan jonli muloqotga chiqib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi azizlarim. Sadaf kompaniyasi doim siz bilan ishonchli hamkorda bo'lib qoladi. Bu 1 oy, 2 oy davomida o'tayotgan bellashuvimiz anchalik qiziqarli, mazmunli va bir-biridan nima deydi, qiziqroq bo'lib o'tishi mumkin, chunki birinchi mavsumini o'tkazganimizdan keyin spikerlarimiz anchagina malaka oshirishdilar. Bu yerda Sadaf kompaniyasi tomonidan belgilangan qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar uchun kurashuv albatta davom etadi. Azizlar, o'tkazib bormang. Telegram kanallarimiz Sayra Sobirjonova deb nomlanadi. YouTube kanallarimiz TikTok, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte bilan hammasi Sayra Sobirjonova deb nomlanadi. Bemalol kanallarimizga kirib, bizani kuzatib, ishlarimizga o'zingizning nomzodingizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Azizlarim, sog' bo'ling, omon bo'ling.